Xo'p, assalomu alaykum qadrdonlar, YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana bitta do'konda oynalarini bitkizdik. Bu yerga Alutex alyumindan kosa aylantirib, o'rtasiga oq kalyonni aynalar solib berganmiz. Buni ikkiga bo'ldik, sababi kattaligi uchun, mustahkamroq chiqishi uchun. Bu tarafni mana eshikni chekkaroqqa qilib qo'yib berganmiz. Pastda zamoylari bor. O'rtasiga atlas mana senter zamoylar qo'yib berganmiz. Cho'tki qilib. Sifatli xizmatlar doim bizda. Akfachi bolalarga aloqaga chiqa olasizlar. Ekranda nomerlar ko'rinib turibdi. Mana bir san mexanizmlar qo'yganmiz. Ichki holatlarni ham ko'rsatib o'taman. Bizda nafaqat kalyonli akfa eshik romlari ham mavjud. Bu taraflariga mana 2 qavatli qilib bitta oq eshik qo'yganmiz. Alutexdan. Xo'p, bu yerga yana bir qanotli qilganmiz. Bu tarafga mana romlarini padagoniylar bilan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. Ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqa olasizlar doimgidek. Biz sizlarga xizmat qilishdan charchamaymiz. Doim xizmat qilishdan charchamaymiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Xo'p, 2 qanotli eshigimiz. Endi bitta polniy ko'rinishini ko'rsataman. Aloqaga chiqa olasizlar akalar.